Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bolam yordamlashib oling. Keling bolam, menga qo'y. Keling, o'tiring, bir piyola choy ichib keting, keling. O'g'lim, uylanganmisiz? Yo'q. Qizim choy olib keling. Voy, shunaqa chiroyli qizim bor, esli, xushli. Instagram degan narsalarni bilmaydi. Juda ham esli-da qizimda, bolam. Ko'ring, yoqdimi? Malika, voy bu meni katta qizim. Bu qizim 35 ga kirdi. Institutda o'qiyotganda raza sovchi keldi. Keyin sovchilarni bitirib olay o'qishimda sovchilarni qaytaraverib, endi sovchi kelmay qo'ydi-da o'g'lim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz uka? To'g'ri yaxshimi? Charchamasdan. Nima ish qilasiz? Studentman. Yaxshi. O'qishni bitirgandan keyin ish topa olaverasiz. Endi uydagilar bilan kelmabsiz-da. Amayli. Qani ilohomiy. O'zi qaysi qizni olyapsiz? Mayli, menga farqi yo'q. Yoshlar vaqti bo'lsa, Allohu akbar. To'ylamoqli bo'lsa, to'ylamoqli bo'lsa. Men uylandimmi? To'ylarmi bor?